Bitta narsa borki, men ishonasizmi, bu ko'pchilik bilmaydi. Men yoshlik paytimda 10 yildan oshiq tekinga to'y o'tkazganman. Sababi endi o'sha qancha qiynalgan misol xalqimiz bor, tekinga o'tkazib berganman masalan o'shalar to'yini, bir so'm pulini ham olmaganman. Shunday paytlar ham bo'lgan. Hozirgi kunda o'sha 4 ta qo'shig'i bor, masalan, ali kecha chiqqan qo'shiqchi palonchaga boraman deydi. Men bo'lmasa bormayman deydi. Buni biladim, o'sha muxlislarimiz qanchasi endi qo'li yupqa, lekin haqiqiy muxlis. Qanday bormaysiz? Yoki qo'shningiz bir kambag'al qo'shningiz to'y qilyapti, bilasiz uni sharoitini, puli yo'q. O'zlari men shuning uchun men o'zimga o'zim baho bera olmayman, men o'zimga o'zim baho qo'yishga haqqim yo'q. Lolaga may to'ldirib gulshanda soqiy muntazir, mast eding kimlar bilan, shu yor eding kimlar bilan.